Mana shu turgan kvartiramizni 1,5 oylar chamasi 55 ming dollarga reklama qilgandik. Hozirda uy egalariga srochnaga pul kerak bo'lganligi sababli narxi navosini yana ham arzon qilib kelishtirib qo'yaptilar. 100 kvadrat 3-qavatda joylashgan 2 tomonlama proyektga ega bo'lgan tayyor yevroremonт qilib qo'yilgan kvartiramiz. Manzili va narxi navosini video oxirida aytib o'tamiz. Zal qismida biza uyimiz balandligi 3 o'yin 5 qavatli yangi g'ishtlik dom. Kvartiramiz o'rtada joylashgan uglovoy kvartira emas, to'liq pishgan g'ishtdan ko'tarilgan domimiz. Isitish tizimi sentral отопленияda. Zal qismi 6 ga 6. Uyimiz kattaligi to'liq yer ta'mir qilib qo'yilgan kvartira. Bu tomonda koridor qismi, to'g'rida balkon, sanuzil, oshxonalari. Bu yoqda vходной eshik yo'lagi. Bu tomonda spaynasi, spaynaning o'zi ham 5 ga 6 metr. O'rtada deraza qo'yganlar shamol aylanishi uchun. Akkuratni remontdan chiqqan kvartiramiz. Shu kecha kunduzda mana shunaqa kvartiralarga ijara qo'yiladigan narxlar 250-300 dollargacha bo'lyapti. Sanuzil qismi, sanuzilimiz ham to'liq kafilchalar bilan ta'mirlab qo'yilgan va akkuratni holatda saqlangan. Ko'p yashalmagan kvartiramizda kirib yashalsa bitta oila mazza qilib yashaydigan kvartira. Oshxona qismi. Hozir bitta proyektni tushuntirib o'taman sizlarga. Balkon qismini ko'rsatgandan so'ng mana balkonchasi, balkoni 2,5 ga 6 metr. Mana shu ko'rib turgan oshxonani balkon ko'chirib, oshxonani o'zini 3-xona qilish imkoniyati o'zingizning qo'lingizda. Bu detskiy komnata, bu esa oshxona qismi bo'ladi. Ko'pchilik qo'shnilar mana shunaqa proyekt qilib uydan unumli foydalanganlar. 3-qavatda joylashgan 100 metr kvadratdan iborat, kadastri 97 kvadrat bo'lgan kvartiramiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirib o'tamiz. Manzil Buxoro shahar 5-mikrorayon. Narxi navosi 49,900 dollar. Ozroq summada kelishtirib arzon qilib beriladi. Kvartiramiz ikkilamchi kreditga ham beriladi, hech qanday soliqlarsiz.